Millennium Novostroykasidan tayyor Yevroremontli o'zi mebel texnikasiga ega fayzli ikki xonali xonadon. Manzilimiz esa Yunusobod tumani 8-mavzeda joylashgan bo'lib, 2 xona 9-qavat 10 qavatli dom. Umumiy maydonimiz esa 49 kvadrat metrni tashkil qiladi. Uyimizni bahosiga keladigan bo'lsak, video so'ngida aytib o'tamiz. Unda uyimizni obzorini birga ko'rib chiqamiz. Avtorskiy proyekt asosida ta'mirlangan va ta'mirdan keyin hech kim yashamagan fayzli xonadon xohlaganmidingiz? Bu videoni siz aniq ko'rishingiz shart. Mo'ljalimiz esa billur to'yxonasining ro'parasi. Xonadonimiz yopiq zona bo'lib, qo'riqlash xizmati, bolalar maydonchasiga ega. Ushbu xonadonimizni o'zining barcha mebel va texnikalar bilan birgalikda sotilmoqda. Lokatsiyamiz juda qulay joyda joylashgan bo'lib, yo'nalishli avtobus, ko'ngilochar maskanlarga judayam yaqin. Xonadonimiz sizga yoqgan bo'lsa, bitta layklasangiz, uyimizni bahosi bilan tanishtirib o'tamiz. Ushbu videoni uy sotib olmoqchi bo'lgan yaqin do'stingizga jo'natib qo'yishni unutmang. Uyimizni bahosiga keladigan bo'lsak, 78.900 ni tashkil qiladi. Baraka uylar sizga eng yaxshisini bo'lishadi.